Kelin. Ha dadajon. Tarvuz olib keldim, tarvuz yeymiz endi. Ho, tarvuzmi? Ha, tarvuz yeymiz bugun tarvuz. Dadajon o'zi pichoqni olib kelaman. Menga bering pichog'i, kelin patarlamang. Oldin mollarga qaraylik, keyin yeymiz o'tirib. Bitta yegaylik, hay. Keyin yeymiz, mollarga qarang dedim. Turing, hashalamang tarvuzni. Hozir mollarga qarayman, keyin tarvuz yeyman. Tarvuzni men yeyman, pichoqni sen yeysan. Ish qilib pishganmikan bu tarvuz? Xom chiqsa nima qilaman? Ha, pishgan bo'lsin-da. Dadajon. Hey, o'ylingiz siz. Mollarga qarab bo'lib endi yeymizmi tarvuzni? Baloni yeng siz tarvuz yegancha. Borib birinchi o'tlar o'ring, keyin yeymiz shu tarvuzni. Kelin. Boring. O'zi pishganmi yo'qmi aniq emas bu tarvuz. Ha, hozir o'tlarni o'raman, keyin tarvuz yeyman. Uni xolodilniga qo'ysam yaxtak bo'larmikan? Yo arig'a suv tashagaymikan? Dadajon, o'tlarni o'rib bo'lib endi tarvuz yeymizmi? Ya kelin, esim qursin. Tarvuz arig'a tashagandim. Qarang yana o'qib ketmadimikan? Ya! Tarvuzim! Tarvuzim! Dadajon, tutdim tarvuzni, endi yeymizmi? Ya, kelin patirdaman qani oli. Buni o'zi olib boraman-da qayta magazinchiga chaqma urdirib kelaman. Agar pishgan bo'lsa keyin yeymiz. Nima?